Sofon to'ramni ayollari chiroyli ayol bo'lmagan ekan, lekin soliha, yaxshi ayol bo'lgan ekan. Bir kun Sofon to'ram ma'lum ayaga, xotiniga, ayollariga aytibdilar: "Xonim, Alloh subhanahu va taolo chiroyini, jamolni taqsimlayotganda kech qolib qo'ygan ekanlar-da" degan ekanlar. Ayolni zakovatini, javobini, chiroyliligini qarang. Nimaga uni deyapsiz? U yoqmasam ana degan gap yo'q. Javobning go'zalligini qarang. U Sofon to'ram gapidan ham ayolning gapi go'zal. Ha, xo'jam, qarasam daryoda baxt ulashilayotgan ekan. Shu baxtni oldin olay deb chiroyga kech qolib qo'yganman degan ekan. Javobning go'zalligini qarang. Bu hikoyani aytganimdan men ularning avlodlari ranjimasa kerak, chunki bu bo'lgan va mashhur, biz ustozlardan eshitganmiz. Ibratli hikoya.